Bugun sotuvda 5 sotikli hovlimiz. Orientirimiz Temirsoq restoranining oldi. Men yana lokatsiyani to'g'risini tushuntiraman. Hovlimiz 15 metr fasadga ega. 4 burchak hovli. Gaz, svet, suv hujjatlari hammasi joyida. Hovlimiz katta ko'chadan 100 metr ichkari kirib urishda o'ng qo'lga burilasizlar. Uzun asfalt qilingan ko'cha. Ko'chalarimiz keng. Kirib kelish qismimiz darvozaxona. Eski imoratlardan tashkil topgan. Yangi imorat qilish uchun ham zo'r variant. Kimni qanday biznesi bo'lsa, Uchebni Center restoran joyi zo'r fazolat qiladi. Lokatsiya zo'r. 4 burchak hovli. Imorat qilib, hovli qilib yashaydiganlar uchun ham yaxshi variant. To'rdan ham imorat qilib, old tomonga yana bitta imorat tushirsa bo'ladi. Hovlini ko'rsatdim. Umumiy maydoni 5 sotikdan iborat. 116,5 ming so'rashyapti. Yana telefon raqamini qoldiraman. Telefon qilsalaringiz arzon qilib kelishtirib berishadi. Bu joyimizning aniq lokatsiyasi Temirsoq restorani oldidan to'g'riga 100 metr ichkariga kirib o'ng qo'lga joylashgan.